sistemani ichidagi hammani kasallikka chalingan. Ya'ni tishlar tushib ketishi, suyaklar mo'rtlashishi, holsizlik, hech narsaga qiziqmaslik, ovqatlanish ratsionida buzilib ketganligi hammasi odamni o'limgacha olib boradi. Va ba'zi bir paytlarda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bolalarga bo'lsa, mana kichkinagina chaqaloqqa agar vitamin D vitamini yetishmaydigan bo'lsa, uni suyaklarida muammo boshlanadi. Bizda endi yoshligimizda yetishardi, boshiga hasib boylab turib, hattoki shu boshini beshudayotganda, yotadigan joyda qimirlatganda o'zida sochlari to'kilishni boshlaydi. Bu ham mana shu vitamin D ni kam miqdorda ekanligini, bolaga yetishmayotganligidan dalolat beradi. Endi agar mikroelementga keladigan bo'lsak, bitta magniy yetishmasa, bizning oyoqlarimizda og'riqlar boshlanadi. Sudirgalar boshlanadi. O'zidan o'zi oyog'ingiz titrab qoladigan bo'lib qoladi. Qo'llaringizga titroq kelishi mumkin. Bir keling magniyni o'zida. Agar buni yoniga kalsiy, kaliy agar yetishadigan bo'lsa, o'sha yuragimizdagi muammolar bilan birgalikda o'zimizni butunlay kasalga chiqib qolishimizni hech gap emas. Endi hozirgi kunda yetishmayotgan narsalarning hammasi bizning oziq-ovqat mahsulotlarimizda bo'lgan. Masalan, sizda savol bo'lishi mumkin, nimaga oldingi paytda shunaqa kasalliklar bo'lmaganda, mana endi bo'lyapti. Hamma yerda shunaqa savol tug'iladi. Chunki bizning ovqatlanish ratsionimiz juda ham tubdan buzilib ketganligi, mana shu bizning ko'proq kasallikka chalinganimizni, hattoki kognitiv xususiyatlarimizning pasayganligiga ham sabab bo'la oladi. Hurmatli Islom Karimov aytganlar agar esingizda bo'lsa, O'zbekiston jannat makon o'lka. Chunki bizdagi yetishtiriladigan barcha oziq-ovqat mahsulotlari, meyvalar, sabzavotlar hammasi hali naturalliroq, shunga selitga qo'shilgan bo'lsa ham. Lekin biz shulardan foydalanishni bilmaymiz. 4 ta faslni hammasi bizda to'liq o'tadi. Buni hammangiz bilasizlar. Lekin shunga ham qoniqmaymiz biz. Kerak bo'lsa qishda kerak emas narsalarni konservaga o'tirib olamiz. Yozda bo'ladigan bo'lsa, yozda undan battarroq